Assalomu alaykum hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Xabar qonunimizga xush keldinglar. Bugun 7-oyning 12 kuni. Bugun Amerika siyosiy jurnaliga bir muhim xabar chiqaribdi. Amerika Aqsaray davlat bexatarlik ikki maslahatchi Robert O'Brien bilan Matt Pottinger Amerika Aqsarayning bexatarlik ishlariga mas'ul bu ikki amaldor Yevropaning Paris shahriga keladi ekan. Paris şəhərinə kelib, Avropadakı özlərinin mühim kəsbdaş adamlar bilan görüşüb, mühim məsələlər toğrusida ciddi müzakirə edib barıdı ekan. Amerika Aqsarayının bu iki əməldarının Avropaga kelib, Avropaның mühim əməldarları bilan ciddi görüşdəki məqsəddən 4 xil məzmunni düşənsək boladı ekan. Bu qitimqi görüşüş intayın zörür, intayın məxfi, intayın mühim ekan. Çünki bu virus mezgildə nurg'un muhim yig'inlar ekran orqali ko'rishib, suhbatlashib, hal qilib kelgan ekan. Lekin bu qitimqi bu amaldorlar bak muhim, bak maxfiy bo'lganligi uchun bu ikki amaldor maxsus Washingtondan Parijga uchib keldi ekan. Hamda yuzma-yuz o'tirib, muhim masalalar to'g'risida suhbatlashib, fikr almashtirib, masalalarni hal qildi ekan. Shunga bu qitimqi Parijda Yevropa amaldorlari bilan Amerika amaldorlarining uchrashdagi maqsad intayin zarur ekan. Ikkinchi muhim ish bo'lsa, yillardan beri Amerikaning bosh kotibi Michael Pompeo apandi Amerika davlatining diplomatlik xizmati jihatda har qaysi davlatlar bilan cho'ng yo'linishdagi strategiya va kengri mazmunlarni olgan masalalarni so'zlab kelgan ekan. Lekin Aqsarayning bu ikki amaldori bevosita Yevropaga kelib, jiddiy masalalar to'g'risida, davlatning bexatarlik masalasi to'g'risida konkret masalalarni qanday hal qilishda muhim va konkret ishlarni ilib bordi ekan. Masalan, Xitoyning Huawei shirkati 5G masalasi to'g'risida, har qaysi davlatlarning bexatarlik masalasi, rayon xarakterlik siyosiy masalalar bo'libmi nozik masalalar kelgan chaqda Amerika va Yevropa o'rtasidagi inchki va nozik masalalarni tafsiliy ko'rib chiqib, Yevropa va Amerikaning keng ko'lamda hamkorlashish masalalarini amalga oshirishni maqsad qiladi ekan. Uchinchi muhim masala bo'lsa, Amerikaning bu ikki amaldorining Parijga kelishdagi maqsadi albatta Xitoy masalasini asos qiladi ekan. Bo'libmi Xitoy davlati Hong Kong shahrida ilib berayotgan zo'ravonlik ahvoli, Hindiston chegara bo'ylaridagi mutahamlik ahvollari, Janubiy dengizda kamichilik qilayotgan ahvollari, Tayvanga ilib berayotgan tahdid ahvollari, ya'ni Xitoyning Huawei shirkatlari, undan boshqa Xitoyning jasuslik harakatlari bo'lib Amerikaga singib kirib, Amerika manfaatiga ilib berayotgan buzg'unchilik ahvoli, ya'ni Yevropaga singib kirgan va buzg'unchilik ahvoli, Xitoy hokimiyati bo'libmi Shimoliy Koreyani quturtib kelayotgan ahvoli, Xitoy davlati bilan Iran davlati o'rtasidagi munosabat qatorliq masalalar bu qitim cho'qim muzokara qilindi ekan. Bo'libmi Yevropa davlati Xitoy davlatidan qanday mudofaa ko'rish, Amerika davlati Xitoy davlatidan qanday mudofaa ko'rish, Yevropa davlati bilan Amerika davlati qanday shaklda hamkorlashib, birlikda Xitoyning adabini qanday qilganda yaxshi bagini bo'ladi degan masalalar muzokara qilindi ekan. Hamda Yevropa ichida bir qism davlatlar Xitoyga nisbatan o'xshamaydigan ko'z qarashlar bor ekan. Angliya davlatini ilib olsak, Angliya davlati allburunla Yevropadan qozon qumuchlarini olib chiqib ketib bo'libdi. Angliya davlati bo'lsa yaqindan buyon Xitoy davlatining Hong Kongga yurgizgan qonun masalasi, Xitoyning Huawei va 5G masalasi to'g'risida Amerika davlati bilan butunlay bir safda hamkorlashib yetibdi. Hamda Yevropa ichida bo'lsa, Yevropa birligining navbatchi raisi Germaniya davlati ekan. Germaniya davlati bo'lsa Xitoy davlatiga nisbatan ilib berayotgan pozitsiyasi intayin mudidil bo'libmi Germaniya davlatining moliya ishlariga mas'ul ministrining deyishicha, biz Xitoyning Huawei shirkatini yana davomli ishlatamiz. Biz yana nurg'un masalalarni o'ylashyapmiz. Xitoyning Huawei shirkatlari bilan hamkorlashadigan ishlarimiz xeyli bor. Mana shu Germaniyaning sababi bilan hozirgi Hong Kong masalasiga nisbatan texi birlikka kelgan bir fikr bo'lmabdi. Bo'libmi Xitoy davlati men yuqoriga deb o'tgan masalalarga nisbatan Yevropa davlatining texi birdek bir fikr kelgan ovozi texi mavjud bo'lmabdi.
Mana mushu sabablardan Yevropa Birligining asosliq amaldorlari bu qitimga uchrashishda Xitoy davlatining haqiqiy mohiyatini tonib tushunib, qanday qilganda Amerika davlati bilan hamkorlashadi degan konkret masalalar jiddiy muzokara qilindi ekan. Eng oxirgi bir xabar bo'lsa, bugun New York Times gazetida e'lon qilgan xabarga qaraganda Xitoy davlati bilan Eron davlati muhim bir shartnomani imzo qilmoqchi ekan. Bu kelishim shartnoma jami 25 yilga qadar bo'lib, bu kelishim shartnoma jami 18 varaq bo'lib, kelishim shartnomining ichida nurg'unlagan mazmun turlarini ichiga olgan ekan. Masalan, Eronning internet to'ri bilan qoplanish, qurilish masalasi, harbiy sanoat masalasi, yezigilik taraqqiyot masalasi qatorliq keng mazmunni o'z ichiga olgan Eron va Xitoy o'rtasidagi o'zaro hamkorlik to'xtam tuzish oldida ekan. Xitoy davlati Eron davlatiga 25 yil ichida, ya'ni Eronning asos qurilish taraqqiyot ishlariga 400 milliard Amerika dollari mablag' soladi ekan. Masalan, Eronniki yuqori sur'atli tosh yo'l, yer osti metro, dengiz porti, yuqori sur'atli temir yo'l, ko'rik. Bunday aytganda Eron davlatini keng ko'lamda bir zamonaviy davlatga aylantirmoqchi ekan. Bunun bədligiga qarata Eron davlati eng azam bahoda Xitoy davlatini neft bilan ta'minlaydi ekan. Bunda aytganda Eron davlati bilan Xitoy davlati oldimizdagi 25 yil ichida strategiyalik hamkorlik ilib bormoqchi ekan. Shartnomaning bosh mavzusiga yozilgan tema bo'lsa, Eron davlati va Xitoy davlati ikki davlat o'rtasida strategiya, hamkorlash va do'stlik hamkorlik shartnomasi ekan. Xitoy bilan Eronning hamkorlashishi ochiq-oshkorla g'arb demokratiya davlatiga qarshi turish ekan. Bu xuddi 2-dunyo urushi oldidagi Hitler Germaniya davlati, Yapon militarist armiya davlati, Italiya davlati qatorliq razil davlatlar hamkorlashgan shakliga o'xshash Xitoy davlati va Eron davlati muttaham ham zo'mgar davlatlar ittifoqlashib g'arb dunyosiga tahdid qilmoqchi ekan. Dünya əmdi ikki qutubqa bölünüş vəziyyəti görülüb etibdi. Bulubmu Xitoy davlati Hong Kong bexatarlik qonunini chiqargandan keyin qaysi davlatlar bu qonunga qarshi chiqdi? Qaysi davlatlar Xitoyning bu qonunini qo'lladi? Mana biz mushuningdan arvasak bo'ladi ekan. Bir qutubda bo'lsa inson haqlarini qadrlaydigan va insoniyatga taraqqiyot ilib keladigan g'arb dunyosi deb qarasak, yana bir qutub bo'lsa Xitoy boshchiligidagi diktator, zalim, muttaham, o'z xalqini eksploatatsiya qiladigan va o'z xalqining erkinligini bo'g'adigan mustabid davlat. Eng yangi qisqa xabarimiz tugidi. Yangi o'zgarishlar va yangi xabarlarni davomli anglitib turamiz. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.